Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bugungi darsimiz natural sollar ustida amallar bo'ladi. E'tibor beringlar, bu mavzu juda ham sodda mavzu. Xo'p, boshladik. E'tibor beringlar, demak, bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda o'sha natural sollar haqida gaplashadigan bo'lsak, natural sollar ya'ni sanoqda ishlatiladigan sollar. O'tgan safargi o'sha boshlang'ich tushunchalar mavzusida ko'rib o'tgan edik. Natural sollar ya'ni sanoqda ishlatiladigan sollardir. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi navbatda bizga davlat imtihonida ya'ni mana bunaqangi savollar keladi. Ya'ni raqamlar yig'indisi keladi. Raqamlar yig'indisi. Xo'p, raqamlar yig'indisi e'tibor bering. Masalan, 1, 2, 3, 4 va hokazo 10 gacha bo'ladi. Demak, 1 dan 10 gacha bo'lgan natural sollarni ketma-ket yozib chiqib, ularda raqamlar yig'indisi nimaga teng bo'ladi? Ya'ni mana shular tem testida tushadi. Demak, ko'radigan bo'lsak, 1 dan 10 gacha bo'lgan natural sollar raqamlar yig'indisi 46 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi 11, demak 12 va hokazo 20 gacha bo'lganiki esa 56 ga teng bo'lar ekan. Demak, 1 dan 10 gacha 46, 11 dan 20 gacha 56. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, 21, 22 va hokazo, demak 30 gacha necha bo'lar ekan desa, 66, ya'ni 10 qo'shilib ketaveradi. Xo'p, natijada 31 dan 40 gacha necha bo'ladi deydigan bo'lsak, 31 dan 40 gacha, xo'p, 76 bo'ladi. Demak, 31 dan 40 gacha raqamlar yig'indisi 76 bo'lar ekan. Xo'p, 41 dan demak 50 gacha 86, 51 dan demak 60 gacha 96, 61 dan 70 gacha 106, 71 dan 80 gacha 116, 81 dan 90 gacha 126 va 91 dan 100 gacha 136 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, ana endi bularga qanday ko'rinishda misollar kelishi mumkin? Ditem testlarida keladigan misollar, ya'ni mana shunga bog'liq bo'lgan misollar mavjud. Ya'ni qanday? Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana men sizlarga ko'rib beraman hozir bu narsani. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsangiz, 1 deydi, 2, 3, 4 va hokazo mana bunday ko'rinishda 29, 30 mana bunday ko'rinishda savol quyidagicha bo'ladi. Savolda aytadiki, mana shu deydi, natural sollar ketma-ketligini deydi, raqamlar yig'indisini aniqlang deydi. Demak, bu narsa 1 dan boshlab 30 gacha bo'lyapti. Endi biz nima qilishimiz kerak shu yerda? Buni guruhlab olgan menimcha yaxshiroq bo'ladi. Guruhlaydigan bo'lsak, 1 dan 10 gacha, demak 46 bo'ladi. Plyusdan 11 dan 20 gacha 56, 21 dan 30 gacha 66 bo'lar ekan. Xo'p, ana endi mana shu uchalasini qo'shadigan bo'lsak, 6, 6, 6, 18, oson hisoblayman desangiz shunday bo'lishi kerak. 18 plyusdan marta 40, marta 60, 100, mana bu 50 bilan 150 bo'ladi. Umumiy qiymatimiz 168 ga teng bo'lar ekan. Demak, xulosamiz 1 dan 30 gacha bo'lgan o'sha natural sollarni ketma-ket yozib chiqib, demak, ular raqamlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, demak, u qiymatimiz demak 168 ga teng bo'lar ekan. Mana endi ditem testlarida bular chalg'ituvchan varianti ham keladi. Ya'ni qanday e'tibor qaratamiz? Xo'p, kelar ekan. Xo'p, 23, demak 24 va hokazo 79, 80. Mana shunday raqamlar yig'indisini aniqlaydigan savol keldi. Demak, bu 23 dan boshlab, demak 80 gacha bor. Bunaqangi misollarda raqamlar yig'indisini ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchi masala siz bilanmiz. Demak, mana bu joyda 23 dan emas, yo 21 dan boshlanishi kerak deymizda, mana bu yerga biz 21 bilan 22 ni to'ldirib olamiz. Xo'p, to'ldirib olamizda oxirida mana shunday raqamlar yig'indisini umumiy qiymatdan ayirib qo'ysak bo'laverar ekan. Xo'p, ayiradigan bo'lsak nima bo'ladi? 21 dan 30 gacha, e'tibor bering, 21 dan 30 gacha, xo'p, 66 plyusdan 31 dan 40 gacha 76 bo'ladi. 86, demak 86, xo'p, plyusdan 96, plyusdan 80 gacha bo'lganligi uchun 80 gacha 116 gacha yozib chiqishimiz kerak ekan. Demak, 106 plyusdan 116.
Hisoblaydigan bo'lsak, e'tibor beringlar. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 6 ta 6 bor ekan. 6 kara 6 36. Plyusdan hammasini 6 ni olib tashlaymiz. Ana endi mana bu yerda 60 qoldi, mana bu yerda 110 qoldi. Xo'p, bu ikkalasining yig'indisi nima bo'ladi desa, 170 bo'ladi. Mana bu ikkalasining yig'indisi 170. Xo'p, mana bu ikkalasining ham yig'indisi 170. Mana bu ikkalasining yig'indisi ham 170 bo'ladi. 170 dan nechta bor bu yerda desa, 3 ta bor. 3 ta 5 170 imiz 510 bo'ladi. Ana endi qarang, umumiy hisoblaydigan bo'lsak, demak 510 ga 36 ni qo'shadigan bo'lsak, 546 ekan. Ayirib qo'shimiz kerak. Esingizda bo'lsa, men boshda mana bu 21 bilan 22 ni raqamlar yig'indisini qo'shib qo'ygan edim. Demak, bularni ayiradigan bo'lsak, xo'p, nima bo'ladi? Mana shu joyda, hurmatli kuzatuvchilar, 21 2 bilan 1 3, 22 2 bilan 2 4. Demak, jami 7. Demak, 7 ni ayirib olishimiz kerak ekan. Xo'p, ayiradigan bo'lsak, bizning javobimiz 539 ga teng bo'lar ekan. Ana endi tushungan bo'lsiz raqamlar yig'indisiga men sizga undan keyingi keladigan hisob kitoblarni ham o'rgatishim kerak bo'ladi. Xo'p, ularni ham boshlaymiz. Ana endi raqamlar yig'indisini ham ko'rib oldik. Bizga hisob kitob amallari kelar ekan. Xo'p, ularni ko'rib o'tishimiz kerak. Birinchi misolimiz, men sizga o'zimdan o'zim oddiy misol ko'rib berganim yo'q. O'sha DTM testlarida, o'sha davlat imtihonida tushgan misollardan ko'rib beryapman. Imini agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu darslar sinflashtirilmagan, ya'ni o'sha repetitor bo'yicha o'sha DTM testlariga, milliy sertifikat testlariga tayyorlovchi darslar hisoblanadi. Bu darslar o'sha matematikani 0 dan o'sha milliy sertifikat darajasigacha yoki DTM testlari darajasigacha olib borilyapti. Xo'p, endi qarang, birinchi misolimiz ifodani qiymatini toping degan. Ifodani qiymatini toping. Hozir men sizga ifodani ham tushuntirib berib ketishga harakat qilaman. 21 bo'lingan 3 plyusdan demak 3 ko'paygan 2 bo'lar ekan. Endi hurmatli kuzatuvchilar, yaxshilab e'tibor beringlar. Ifodani qiymatini toping. Savol tug'iladi. Nima uchun ifoda deyiladi? Ifoda bu shunday narsaki, masalan, sizda misolingiz qo'shishdan, ya'ni plyus ishorasidan tashkil topgan bo'lsa, uni yig'indi deb ataysiz. Agar sizda misolingiz ayirish amalidan tashkil topgan bo'lsa, u ayirma. Agar ko'paytirish ishorasidan tashkil topgan bo'lsa, u ko'paytma. Agar u bo'lish ishorasidan tashkil topgan bo'lsa, u bo'linma deb hisoblanadi. Ya'ni bo'linmani hisoblang, ko'paytmani, yig'indini yoki ayirmani deydi. Endi sizda misolingizni tarkibida qo'shish ham va ayirish ham bor. Ya'ni demoqchimanki, ikkita ishoradan yoki ikkita va undan ko'p ishoradan tashkil topsa, uni ifoda deb ataymiz. Demak, mana bu misolimiz ifoda bo'ladi. Ko'rinyaptimi? Xo'p, bu misolimiz ifoda bo'ladigan bo'lsa, biz bilamiz 4 amal keladigan bo'lsa, ularning ichidan ko'paytirish va bo'lish amallari birinchi bo'lib bajariladi. Demak, bu holatda mana bu amallar birinchilardan bu bajarilishi kerak. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor qaratinglar, 24 minusdan 21 ni 3 ga bo'lsangiz necha bo'ladi? 7. Demak, 7 plyusdan 3 ni 2 ga ko'paytirsangiz 6 bo'ladi. Ana endi hisoblaymiz. 24 dan 7 ni ayirish kerak ekan. 24 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, 17 bo'ladi. Demak, 6 ni qo'shadigan bo'lsak, umumiy qiymatimiz 23 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizning javobimiz 23. Xo'p, navbatdagi misolga o'tishimiz kerak. Navbatdagi misolimiz, e'tibor qaratinglar, mana shu joyda kelar ekan. Xo'p, qanaqangi misol kelar ekan? 6 ning kvadrati, xo'p, bo'lingan 3 ning demak kvadrati plyusdan 4 ko'paygan demak 3 minusdan 3 ko'paygan 5. Mana bunday ko'rishdagi misol keldi. Ana endi men sizga bu misolni ishlashdan oldin kvadrat haqida tushuncha berishim kerak. Menga kvadrat jadvali deyman. Kvadrat jadvali. Uni har bir matematika o'qiyotgan o'quvchi bilishi kerak bu kvadrat jadvalni. Ya'ni 1 ning deydi kvadrati deydi. O'qilishini qarang, 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3 ning demak kvadrati, 4 ning kvadrati, xo'p 5 ning kvadrati, 6 ning kvadrati, 7 ning kvadrati, 8 ning kvadrati, 9 ning kvadrati va 10 ning kvadrati. Xo'p, tushuntirib beray. 1 ning kvadrati 1 kara 1 degani 1 bo'ladi. Demak, 2 ning kvadrati 2 kara 2 4 bo'ladi. Xo'p, 3 ning kvadrati 3 kara 3 9, 4 ning kvadrati 4 kara 4 16, 5 ning kvadrati 5 kara 5 25, 6 ning kvadrati 6 kara 6 36, 7 ning kvadrati 7 kara 7 40 demak 9, 8 ning kvadrati 8 kara 8 64, 9
kvadrat 9 kare 9 81, 10 kvadrat 10 kare 10 100. Endi qarang. 11 ning kvadrati 121. Agar tushunib olganmiz, endi yozib ketsak ham bo'laveradi. Xo'p, 12 ning kvadrati 144. 13 ning demak kvadrati 169. 14 ning kvadrati 196. 15 ning kvadrati 225. 16 ning kvadrati 256. 17 ning kvadrati 289. 18 ning kvadrati 324. 19 ning kvadrati 361. 20 ning kvadrati 400. Demak, tushundingiz? Xo'p, ana endi mana shu joyda 21 ning kvadrati 441, 22 ning kvadrati 484, 23 ning kvadrati 529, 24 ning kvadrati 576, 25 ning kvadrati 625, 26 ning kvadrati 676, 27 ning kvadrati 729, 28 ning kvadrati 784, 29 ning kvadrati 841 va 30 ning kvadrati 900. Mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Ana endi men kvadrat jadvalni yozib berdim. Endi mana shu joyda hurmatli kuzatuvchilar, yaxshilab e'tibor beringlar. Albatta siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu narsalarni yodlashingiz kerak. Chunki bu narsa bizga kerak, matematikada xuddiki karra vazifasini bajaradi bizga. Xo'p, ana endi 4 amalni ichida, masalan, mana bu tipdagi misolni ko'raylik. Bu albatta DTM testida tushgan, men o'zim tuzib olgan emasman bu misolni. Endi bu misolni ko'radigan bo'lsak, mana qarang, kvadrat kelyapti. Xo'p, endi nima qilish kerak bu misolni ishlamoqchi bo'lsangiz? Bu misolni ishlash uchun birinchi navbatda siz bilan biz mana bu kvadratlarni hisoblab olishimiz kerak. Kvadrat shunday narsaki, u 4 amaldan ustun turadi. Ya'ni 4 amal bilan qavs keladigan bo'lsa, siz bilan biz birinchi bo'lib qavsni bajaramiz-da. Demak, bu ham xuddi shunday bo'ladi. Demak, bu holatda hisoblasak, 6 ning kvadrati 30, demak 6 bo'lingan 3 ning kvadrati 9 bo'ladi. Minusdan 4 kare 3 12, minusdan 3 kare 5 15. 36 ni 9 ga bo'lish kerak ekan. Hisoblasam 4 bo'ldi. Xo'p, plyusdan 12 minusdan 15. Qaranglar. 4 ga 16, 4 ga 12 ni qo'ysangiz 16, 16 ni 15 tashlaysiz, demak siz 1 degan javobga erishib qolar ekansiz. Agar tushunayotgan bo'lsangiz, yaxshi. Endi qaranglar, mana bu narsani yaxshilab yozib olishingiz kerak. Men sizga yana davom ettirib beraman. Xudo xolasa, yaxshilab e'tibor berib turinglar. Xo'p. Navbatdagi misol juda ham ajoyib misol ekan. Hozir men sizga yordam beraman. Shu misol ishlashingizda yaxshilab e'tibor beringlar. Xo'p, bizga mana bunday ko'rinishda misol kelyapti. Ya'ni 37 ko'paygan 24 minusdan 34 ko'paygan 24 plyusdan 19 ko'paygan 11 minusdan 16 ko'paygan 11. Mana bunday misol kelgan. Bu misolni yechimini beradigan bo'lsak, bu juda ham sodda misol. DTM testida katta ehtimol bilan tushadi. Endi qarang, guruhlab olishimiz kerak. Mana bunday ko'rishda birinchi guruh dedik, mana bunday ko'rishda ikkinchi guruh dedik. Ana endi bu misol ishlamoqchi bo'lsangiz, siz birinchi navbatda nima qilishingiz kerak? Bu misolda mana bu siz tanlagan guruhda umumiy ko'paytuvchi 24 ekanligini bilishingiz kerak. Chunki ikkalasida ham 24 bor. Demak, 24 ni chiqaramiz qavsdan tashqariga. Qavsida 37 minusdan 34 plyusdan. Mana bu guruhimizda aytsak, ikkalasida 11 bor. Shu 11 da demak qavsdan tashqariga chiqarishimiz kerak. Demak, 19 minusdan 16. Ana endi qarang. Xo'p, mana bu qavs ichi nima aytding? 37 dan 34 ayirish kerak. 3 ga teng bo'ladi. Demek 24 ko'paygan demek 3 plyusdan 11. Mana bu qavs ichi etse ko'paygan 3 bo'lar ekan. Xo'p,
Ana endi buni ham bir guruh deb olsangiz bo'ladi, agar mavjud bo'lsa. Ikkalasi 3 bor ekan. Shu 3 ta qavsdan tashqariga chiqib boradigan bo'lsak, 24 plyusdan 11 bo'ldi. 24 ga xo'p, 11 ni qo'shadigan bo'lsak 35. Demak 3 ko'paygan 35 bo'ladi. 3 ta 35 esa 105 ga to'g'ri keladi. Demak siz javobingiz 105 ekan. Xo'p, undan keyingi misolimizni ko'rishimiz kerak o'quvchilar, agar tushunayotgan bo'lsangiz, yaxshi. Xo'p, undan keyingi misolimiz, hurmatli kuzatuvchilar, juda ham ajoyib va juda ham qiziqarli misol. Xo'p. Undan keyingi misolimiz. Qaranglar, 27000 deyman, boshqa narsa yozyapman. Xo'p. 27046 ko'paygan 27042 minusdan 27045 ko'paygan 27041. Qarang, mana bunday ko'rsatda DTM testida tushgan bu misol o'sha 2003-yillarda tushgan bo'lsa kerak bu misol. O'sha kitoblarda keltirilgan. Ana endi qarang, 27046 ni 27042 ga ko'paytirish kerak ekan va 27045 ni 27041 ga ko'paytirib ikkalasini ayirish kerak ekan. Bu misolda katta ehtimol bilan telefoningizga soladigan bo'lsangiz, mana bu aytaylik 5 xonali sonlarni bir-biriga ko'paytirish qiyin bo'ladi. Endi men sizga juda ham oson yo'l bilan yechim berishni o'rgataman. Qaranglar, qanday bo'ladi. Xo'p, men bu joyda mana bu sonlarning ichida eng kichigini tanlab olishim kerak. Albatta bu esa 27041 ga teng. Demak, mana shu 27041 ni 27041 da A deb belgilash kiritaman. U holatda 27042 ni 27041 plyusdan 1 etsam, mana bu A bo'lganligi uchun, demak bu A plyusdan 1 ga to'xtadi. Endi undan keyin 27045 ni 27045 ni 27041 plyusdan 4 desak, mana buni qiymati A bo'lganligi uchun, demak bu A plyusdan 4 ga to'g'ri keldi. Endi undan keyin 27046 bor. Xo'p, 27046 ni 27000 xato yozishni o'rganib shekilli. 27041 plyusdan 5 desam, mana bu A bo'lganligi uchun, demak A plyusdan 5 ga to'xtadi. Endi hammasini noma'lumlar bilan belgilab oldik. Endi eng qiziq joyi, hammasini o'rniga mana shular qo'yish kerak. 27046 ni o'rniga, demak, siz bilan biz A plyusdan 5 qo'yishimiz kerak mana buni. 27042 ni o'rniga mana buni qo'yamiz, ya'ni A plyusdan 1 da minusdan 27045 ni o'rniga A plyusdan 4, 27041 ni o'rniga esa A qo'yamiz. Xo'p, qaranglar, hisoblaymiz. A ni A ga ko'paytiramiz. A kvadrat plyusdan A plyusdan 5A plyusdan 5 minus A kvadrat minusdan 4A. Ha, bitta narsa ma'lumot sifatida aytib ketay. Hurmatli kuzatuvchilar, tan olish kerak. Mana bu narsani matematikani ilk bor boshlagan o'quvchi nima qila olmaydi, unchalik tushunmaydi. Mana shu misolda, mana bu ishlanish yo'lini. Buni o'sha tematika kitoblarini bir marta tugatgan o'quvchilar tushunadi. Shuni hisobga olib, men o'zim aytdim sizlarga, o'sha video nimalarda ham o'sha har bitta mavzuni 0 dan boshlab milliy sertifikat darajasigacha. Endi buni o'qigan o'quvchi tushunadi. Shuni hisobga olib, men sizlarga har bitta o'sha video darslikka birinchi marta boshlayotgan o'quvchi uchun va matematikani biladigan o'quvchi uchun qilib shu 30 ta 40 talik testlar tashlab beraman. Aktiv bo'lsalaring bo'ldi. Agar misol ishlanmaydigan bo'lsangiz, o'sha kommentiga mana bu misol ishlanishi qanaqa bo'ladi desangiz, men o'sha darslarimdan o'tgan paytimda sizga o'sha ishlab o'sha nimaga tashlab beraman. Siz uchun foydali bo'ladi bu narsa ham, xudo xolasa. Xo'p, misolimizga qaytamiz. Demak, A kvadratma A kvadrat ketadi. A ga 5 tani qo'ysam 6 ta. Plyusdan demak 5, minusdan 4A. 6 tadan 4 tani ayirsak, demak 2A plyusdan 5. Demak, ko'paytirish borida faraz qilsam, 2 ko'paygan A ni o'rniga 27041 plyusdan 5 deyman. Xo'p, nima uchun A ni o'rniga 27041 qo'ydim? Chunki dastlab A deb belgilagan mana shu sonni. Endi mana shu joyda 27041 da 27041 ni 2 ga ko'paytirishim kerak.
Bu narsam 54.082 plyusdan 5 bo'ladi. Natija esa xo'p 54.087 degan javobga olib kelar ekan. Demak, bizning javobimiz hisob kitobda xato qilmagan bo'lsak, 54.087 o'sha B javobda keltirilyapti. Xo'p, navbatdagi misollarga ham o'tishimiz kerak albatta, xudo xolasa. Endi mana shu joyda DTM testida tushgan misol bor ekan, men sizga o'qib beraman. E'tibor bering yaxshilab. 100 dan oshmaydigan. Demak, 100 dan oshmaydigan. Barcha natural sonlar ketma-ket yozilsa, 0 raqam necha marta uchraydi degan o'sha DTM testida kelgan ekan. Demak, 100 dan oshmaydigan o'sha natural sonlarda 100 dan oshmaydigan deganda savol tug'iladi matematiklarda 100 kiradimi? 100 kiradi albatta. 100 dan oshmaydigan desa 100 kiradi. 100 kiradigan bo'lsa, u holatda bu misolga yechim beradigan bo'lsak, demak, o'sha 0 raqami 100 dan oshmaydigan natural sonlar deganlik uchun 10, demak 20, demak 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Endi qarang. Mana bu yerda ikkita 0 bor. Shuni ko'pchilik bir marta sanab ketadi. Shuning uchun ham tuzilgan bu misol. Demak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta, 11 ta. Demak, javob sifatida 11 ta olish kerak. Lekin ko'pchilik shu yerda 10 ta olib ketadi. Tushuntirdim, chunki 100 da bir marta olinadi shuning uchun. Xo'p, ana endi demak, ma'ruza misollarni ko'rib oldik. Endi sizlarni yangilik o'rganishimiz kerak, xudo xolasa. Agar bu ma'lumot sizga kattalik qilayotgan bo'lsa, birinchi marta matematika darslarini ko'rib, o'sha bo'lib o'rgansangiz ham bo'laveradi shunaqa qilib. Demak, davom ettiramiz. Xo'p, endi bizga birinchi bo'lib toq son va juft son degan tushunchalar kirib keladi. Toq son nima? 2 ga bo'linadigan natural sonlar juft sonlar. 2 ga bo'linmaydigan natural sonlar toq sonlar hisoblanadi. Ya'ni 2 ga bo'linadigan natural sonlar juft sonlar bo'lsa, demak ular, demak juft sonlar qanday bo'ladi? Juft sonlar 2, 4, 6, 8 va hokazo. Oxiri 2 ham, ya'ni 2 karali bo'ladi bular. Endi toq sonlar qanday bo'ladi desa, hurmatli kuzatuvchilar, toq sonlar demak 1, 3, 5 va hokazo 2n minusdan 1. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi xo'p, yaxshilab yozib olishingiz kerak ma'ruza daftarcha. Toq sonlar 2 ga bo'linmaydigan sonlar, juft sonlar 2 ga bo'linadigan. Hatto bu qoida. Toq sonlar 2 ga bo'linmaydigan natural sonlar, natural degan joyga olib ketyapti ko'pchilikda. Juft sonlarchi desa 2 ga bo'linadigan natural sonlar deyishimiz kerak biz. Tushuntira oldim? Yaxshi. Endi bularga qanaqangi misol kelishi mumkin? Savol keladi, og'zaki toq son bilan juft son yig'indisi qanday son bo'ladi? Toq son bilan juft son yig'indisi qanday bo'ladi? Bitta toq, bitta juft oling. Masalan, 1 bilan 2 qo'shsangiz 3. Demak, toq bo'lar ekan. Toq son bilan juft sonni ko'paytmasi qanday bo'ladi? 2 bilan 1 ko'paytirsangiz 2 juft bo'lar ekan. Shunaqangi savollar kelsa, demak, shunaqangi yechimlar berishingiz ham mumkin. Endi ba'zi bir misollar bor, shularga yechim berishga harakat qilamiz. Masalan, 1.6 abituriyent 1.6 kitoblarida shunday misollar keladiki, 4a plyusdan demak 6 ta b teng. Mana bunday ko'rinishda s plyusdan 4 mana bunday tenglikni beradi-da. S haqida dedi, ma'lumot bering. Ya'ni s sonimiz toq sonmi yoki juft sonmi degan savol berishadi. Bu juda ham sodda savol, agar siz bilsangiz. Agar bilmaydigan bo'lsangiz, bundan qiyin savol yo'q siz uchun. Xo'p, men sizga o'rgataman. Xo'p, mana bu tomonda, mana bu yerda ham demak nima qilsak bo'ladi? 4 ham 2 ga karali, ya'ni 2 ko'paygan 2, 6 ham 2 ko'paygan 3. Demak, ikkalasida 2 bor. Ikkinchi qavursak. Xo'p, nima bo'ladi? Qavusida 2a plyusdan demak 3b teng s plyusdan 4 bo'ldi. Endi mana bu 4 ni bu tomonga olib o'tadigan bo'lsangiz, 2 ko'paygan qavusida 2a plyusdan demak 3b minusdan 4 teng s. Mana bu 4 ni ham 2 ko'paygan 2 deb chiqavordi qavusdan tashqari. Shunda s soni bo'ldi. Qavus 2 ko'paygan qavusida demak 2a plyusdan demak 3b minusdan 2. Endi yaxshilab e'tibor bering. Mana bu haqida hech qanaqangi fikrim yo'q. Albatta bu natural son bo'lsa, lekin bu 2 ga karali bo'lyapti. Demak, bu joydan s haqidagi fikrimiz s juft
juft son ekan desak bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, 90 bilan juft songa tushunganmisiz? Eng qizig'i keladi. Eng qizig'i tub son keladi. Juda ham ko'p ishlaymiz, xudo xolisa tub sonlar bilan. Tub sonlar, ya'ni o'ziga va birga bo'linadigan sonlar. Tub son, yaxshilab e'tibor bering. O'ziga va birga bo'linadigan natural sonlar ekan. O'ziga va birga. Keling, men sizga ajratishni o'rgatishga harakat qilaman. Demak, tub son. Tub son 2 dan boshlanadi. Eng kichik tub son 2. 2 ga bo'linadi va 1 ga bo'linadi. Qoida bo'yicha o'ziga va 1 ga bo'linishi kerak. Undan keyingisi 3 bo'ladi. 3 ga bo'linadi va 1 ga bo'linadi. Undan keyingisi 5, 7, 11, 13, 17, 19 va hokazo ketadi. Demak, mana shular tub sonlar. Endi qarang, men sizga tushuntirish maqsadida tushuntirib beraman. 2 tub son o'ziga va 1 ga bo'linyapti. 3 tub son o'ziga va 1 ga bo'linyapti. 4 tub sonmi? Yo'q, 4 tub son emas. Chunki 4 2 ga ham bo'linib qo'yapti. O'shaning uchun tub son emas. 5 tub son albatta 1 ga va 5 ga bo'linadi. 6 yo'q, tub son emas, 2 bilan 3 ga bo'linadi. 7 tub son o'ziga va 1 ga bo'linadi. 8 2 ga 4 ga bo'linadi, tub son emas. 9 tub son emas, 3 ga bo'linib qo'yadi. 10 tub son emas, 2 bilan 5 ga bo'linadi. 11 tub son o'ziga va 1 ga bo'linadi. Demak, siz tushundingiz, xudo xolasa. Demak, mana shular tub sonlar ekan. Ana endi murakkab sonlar bor. Murakkab son. Xo'p, murakkab son natural bo'luvchisi 3 ta va undan ko'p bo'lgan sonlar. Natural bo'luvchisi 3 ta va undan ko'p bo'lgan sonlar. Eng oson ajratish usuli men sizga o'rgatib beraman. Tub bo'lmagan sonlar barchasi murakkab bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, tub bo'lmagan sonlarning barchasi murakkab sonlar hisoblanadi. Xo'p, tub sonlar 2 dan boshlangan bo'lsa, murakkab son 4 dan boshlanadi. 4 murakkab son, chunki tub son emas-da u. Xo'p, 4 dan keyin necha keladi? 6 keladi. Undan keyin 8 keladi, 9 keladi, 10 keladi, 12 keladi va hokazo ketadi. Mana shu yozganlarim murakkab sonlar. Endi ikkalasini ham bilib oling, ikkalasi ham cheksizga boradi. Men kechagi o'sha video darsligimizda tushuntirib bergan edim. Ya'ni o'sha cheksizga borishini, ya'ni cheksiz eng katta son. Endi savol tug'iladi, cheksiz tub sonmi, murakkab sonmi? O'quvchilar, o'zi cheksiz qanaqangi qiymatga ega bo'lgan sonligini bilmaganligimiz uchun demak, unga fikr bildira olmaymiz. Cheksiz bu eng katta son. Shuni bilib olsak bo'ldi biz. Xo'p. Endi qaranglar, davom ettiramiz. Endi mana shu joyda murakkab son bilan tub sonni tushunib oldik. Demak, tub son o'ziga va 1 ga bo'linar ekan. Murakkab son bo'luvchisi, natural bo'luvchisi 3 ta va undan ko'p bo'lishi kerak ekan. Va eng oson ajratish usuli, agar u son tub son bo'lmaydigan bo'lsa, albatta u murakkab bo'lar ekan. Endi savol tug'iladi. Mana bu joyda tub son 2 dan boshlanyapti. Murakkab son 4 dan boshlanyapti. 1 tub ham murakkab ham emas. Demak, 1 tub emas ekan, murakkab son emas ekan. Ikkalasiga ham ma'qulmas ekan, kirmas ekan. Demak, buni neytral son sifatida qabul qilinadi. Ana endi men sizga kanonik ko'rinish haqida tushuncha bermoqchiman. Ya'ni kanonik ko'rinish. Albatta buni ham mavzu daftaringizga yozib oling, tutayotgan bo'lsangiz. Kanonik ko'rinish nima? Murakkab sonni tub sonning daraja ko'rinishida tasvirlanishi kanonik ko'rinish hisoblanadi. Ya'ni murakkab sonni tub sonning daraja ko'rinishida tasvirlanishi kanonik ko'rinish hisoblansa, demak, u holatda men ko'rib beradigan bo'lsam sizga, masalan, ixtiyoriy bir A sonni olaylik. A murakkab bo'lsin. Endi buni kanonik ko'rinishi qanday bo'ladi desa, men sizga yozib beraman, lekin ko'pchiligingiz tushunmaysiz hozircha bu narsani. Mana shu kanonik ko'rinish bo'ladi. Ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. Chunki agar matematikani 0 dan boshlagan bo'lsangiz, tushunmaysiz bu narsani. Lekin men sizga misol bilan tushuntirib beraman. Demak, tanishib o'tadigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, demak, bu yerda A, B, S, A, B, S. Kichkina S yozib qo'ydim bu narsani. Xo'p, A, B, S tub sonlar. X, Y, Z daraja hisoblanadi. Demak, A, B, S tub sonlar, ya'ni asosda tub sonlar bo'lar ekan, X, Y, Z esa darajalar hisoblanar ekan. Xo'p, endi e'tibor bering, men sizga hozir buni misollarda imini mana shu joyni o'chirmasdan turib tushuntirib berishga harakat qilaman.
Xo'p, demak boshladik. Qaranglar. Masalan, 72 sonni olamiz. Nasıl ko'rinyapti, bir ko'rib qo'yishimiz kerak. Yaxshi ko'rinyaptimi, yo'qmi? Xo'p. Demak, yaxshi ko'rinyapti ekan. 72 murakkab son. Endi buni men kanonik ko'rinishda yozsam bo'lar ekan. Har qanday murakkab sonni demak kanonik ko'rinishda yozish mumkin. Faqat murakkab son, tub sonchi. Tub son o'zi kanonik ko'rinishda-ku. Demak, u holatda ko'ramiz. Qaranglar. 72 nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linadi. Faqat tub sonlarga bo'lasizlar mana bu tomonda. Tub sonlarga. Bo'lsangiz necha bo'ladi? 36. Yana 2 ga bo'lasiz. 18. Yana 2 ga bo'lasiz. 9. Endi 3 ga bo'lasiz. Chunki 2 ga bo'linmaydi-da. 3 ga bo'lsangiz 3 bo'ladi. Yana 3 ga bo'lasiz, 1 bo'ladi. Endi qarang, eng zo'r joyi keldi. 72 deysiz. 72. 2 dan bitta, 2 ta, 3 ta sanab darajasiga yozasiz. Demak, bu holatda 2 dan nechta bo'ladi bu narsa? 3 ta. 3 danchi bitta, 2 ta ko'paygan. Demak, 3 dan nechta bo'lar ekan? 2 ta bo'lar ekan. Mana qarang. Mana bu 72 murakkab sonida, mana bu kanonik ko'rinishi bo'ldi. Mana qarang, mana bu darajani, mana bu vaziyatni saqladi bu sonimiz o'zida. Xo'p, endi savol tug'iladi mana shu joyda. Bizda 2 talik chiqdi. Nimaga o'zi bitta 3 talik? Masalan, 3 talikku bitta 2 talik chiqdi. Bu namuna sifatida yozilgan narsa xolos. Ba'zi bir payt bittalik ham chiqadi. 4 talik ham, 3 talik ham chiqadi. Demak, bu namuna, unchalik bunga e'tibor qaratmas ekanmiz. Xo'p. Endi undan keyin agar siz tushunayotgan bo'lsangiz, yana bitta ikkita misollarni ko'rib beraman. 100. 100 ni ko'radigan bo'lsak, 2 ga bo'lar ekanmiz. Demak, 50 bo'lar ekan. 2 ga bo'lar ekanmiz, 25. Endi bu 5 ga bo'linadi. Faqat tub songa bo'lishingiz kerak-da. Demak, 5 ga bo'lsangiz 5 bo'ladi, yana 5 ga bo'lsangiz 1 bo'ladi. Demak, siz aytar ekansiz 100. 2 dan 2 ta, 5 dan 2 ta bo'lar ekan. Tushunarli? Hamma tushundimi? Ana endi kanonik ko'rinishga keltirishni tushunib oldingmi? Endi men sizga davom ettirib berishim kerak. Mana shu joyda natural bo'luvchilar soni degan tushuncha bor bizda. Xo'p, natural bo'luvchilar soni. Ular haqida gaplashishimiz kerak. Xo'p, qaranglar. Natural bo'luvchilar soni qisqartirmasi NBS, ya'ni natural bo'luvchilar soni degan ma'noda keladi. Xo'p, bu qanday topiladi? Yaxshilab e'tibor bering, bu juda ham sodda. Natural bo'luvchilar soni. Natural bo'luvchilar soni. Masalan, hozir men sizga tushuntirib beraman. 12 ni olib tushuntirib beraman. 12 mana bunday qiladi-da, NBS mana bunday qilib qarashga 12 qilib qo'yadi. Detem testlari shundan keladi. Xo'p, bu nima degani? 12 ni natural bo'luvchilar soni nechta? Endi ko'rib beraman. Natural bo'luvchilar soni, ya'ni 12 nechta natural songa bo'linadi? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 12 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi va 12 ga bo'linadi. Demak, xulosa 12 6 ta natural songa bo'linar ekan. Demak, 12 ni natural bo'luvchilar soni 6 ta bo'lar ekan. Yo bo'lmasa, navbatdagisi natural bo'luvchilar soni mana bunday qilib 20 ta deb oladigan bo'lsak, xo'p, endi nima bo'ladi? Demak, 20 nechta natural songa bo'linadi? 1 ga, demak 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. Xo'p, 10 ga bo'linadi va 20 ga bo'linadi. Demak, 20 ni ham natural bo'luvchilar soni 6 ta ekan. Endi masalan kattakon sonlarda 502 yoki 402 yoki 1002 nima bo'ladi desa, endi buni siz bilan biz nima qiladigan bo'lsangiz, mana bu usul bo'yicha juda qiynalib ketadi. Ya'ni 500 unga bo'linadi, bunga bo'linadi. O'zi imtihonda bitta misolga ko'pi bilan 2 minut yoki shunaqa 2 minut vaqt beriladi. 2 minut ichida siz o'sha misolni ishlab, javobini ham belgilab bo'lgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun men sizga oson usulni o'rgataman. Yaxshilab e'tibor berib turinglar. Bizga mana bunday qilib natural bo'luvchilar demak soni A deb so'rayapti. Ya'ni A murakkab soni natural bo'luvchilar soni nechta? Birinchi navbatda siz qarang, nima qilishingiz kerak. Mana shu A sonni kanonik ko'rinishga keltiring. Qarang, agar tushunmasangiz videoni shu yerdan qayta ko'ring. Demak, mana shu A sonni
natural bo'luvchilar sonini toping deyapti. Demak, siz A sonini kanonik ko'rinishga keltiring. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz, qayta ko'ring shu yerdan. Demak, sizga foydali bo'ladi. Xo'p, keltirdingiz, mana keltirdingiz. Men o'rgatdim sizga keltirishni. Endi nima qilishingiz kerak mana shu joyda? Keltirgandan keyin natural bo'luvchilar soni darajalariga bir qo'shib, bir-biriga ko'paytirib qo'ysangiz bo'ldi ekan. Demak, x + 1, y + 1 va z + 1. Qarang, men tushuntirib beraman men sizga. Mana buni natural bo'luvchilar sonini topadigan bo'lsak, natural bo'luvchilar soni 72, ya'ni 72 natural bo'luvchilar soni. Buni darajasi 3 midi. Endi bir qo'shar ekansiz qoida bo'yicha 4 bo'lar ekan. Buni darajasi 2 ga bir qo'shing 3 bo'lar ekan. Ko'paytmaysiz 12 ta bo'lar ekan. Demak, ko'paytmada, ya'ni mana bu ko'paytma 12 chiqdi. Xulosam 72 ni natural bo'luvchilar soni 12 ta ekan. Oson ekan. Qarang, mana bu yerda ham ko'rib beraman. Natural bo'luvchilar demak soni mana bunday qilib 100 deymiz. Mana tayyor kelgan. Darajasiga bir qo'shing. Demak 3, darajasiga bir qo'shing. Demak 3 ko'paytmaysiz 9 ta. Demak buni natural bo'luvchilar soni 9 ta. Keling, men sizga eng katta bo'lgan sonlardan, ya'ni normalniy veskaga bo'lgan son 1000 ni ko'rib berishga harakat qilaman. Ya'ni 1000 ni natural bo'luvchilar sonini topishlikni o'rgatishga harakat qilaman. Xo'p, natural bo'luvchilar demak soni mana bunday qilib turib, demak 1000. Qarang, nima qilish kerak? Ko'radigan bo'lsa, birinchi kanonik ko'rinishga keltiramiz mana bunday qilib. 1000 deymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, nima bo'ladi? 2 ga bo'linadi, 500 bo'ladi. Yana 2 ga bo'lamiz, 250. Yana 2 ga bo'lamiz, 125. Qarang, endi 125 aytilgan 2 ga bo'linmaydi. Ana endi siz buni 5 ga bo'lar ekansiz. 5 ga bo'lsangiz 25. Yana 5 ga bo'ling. 5, 5 ga bo'ling 1. Demak, paydo bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, 1000 degani 2 dan bitta, 2 ta, 3 ta, 2 dan 3 ta, 5 dan bitta, 2 ta, 3 ta. Demak, 5 dan 3 ta. Yaxshi ko'rinyaptimi? Xo'p, natural bo'luvchilar soni darajasiga bir qo'shing. Demak, 4, darajasiga bir qo'shing, 4. Ko'paytma 16 ta. Ana endi demak 1016 ta natural songa nima qilar ekan? Bo'linar ekan. Menimcha hamma tushundi bu narsani. Xo'p, ana endi qanaqangi misollar kelgan bunga, agar misol bo'lsa o'sha testlarida ko'rib berishga harakat qilamiz. Lekin bu yerda misol olmagan ekanman. Lekin bitta ikkita misollar kelgan edi. Uni men sizga ko'rib bersam yaxshi bo'lar edi. Lekin hozir iminaligi nima deydi, esimda yo'qligi uchun xohlasa o'sha misollar ichida nasib qilsa qo'shib qo'yishga harakat qilaman. Lekin ana endi natural bo'luvchilar sonini topishni tushungan bo'lsangiz, agar tushungan bo'lsangiz yaxshi, agar tushunmagan bo'lsangiz bu narsani yana videoni yana orqasiga qaytarib bir qator ko'rib olganingiz yaxshiroq. Xo'p, ana endi natural bo'luvchilar sonidan keyin hurmatli kuzatuvchilar, natural bo'luvchilar yig'indisi degan savol keladi. Bu savoldan oldin men sizga bir ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerak. Ko'pchilik matematiklar uchun qiziq. Tub sonni natural bo'luvchilar soni nechta? Ixtiyoriy 2 ta bo'ladi. Har qanday tub sonni natural bo'luvchilar soni 2 ta, ya'ni o'zi va 1 bo'ladi. Tushuntira oldim? O'ziga va 1 ga bo'linar ekan. Demak, xo'p, yaxshi, davom ettiramiz. Natural bo'luvchilar yig'indisi. Endi mana shu sonlarni, mana bu sonlarni bir-biriga qo'shib chiqqanda necha bo'ladi degan savol kelyapti. Demak, buni ham oson yo'li bor. Men sizga o'rgataman. Yaxshilab qarab turinglar. Demak, masalan, natural bo'luvchi yig'indisi 12 nikini ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana bu 12 niki. Demak, nima bo'ladi? 1 plusdan 2 plusdan 3 plusdan 4 plusdan 6 plusdan demak 12. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak, bu ikkalasini qo'shamiz 13. Bu ikkalasini qo'shamiz. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak 8. Bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 7. Mana bu ikkalasi 20, mana bu bilan demak 28 ga teng bo'ldi. Ana endi men sizga buni formula orqali o'rgatmoqchiman. Ya'ni nima qilish kerak? Bizga savol qo'yishsa, yaxshilab e'tibor bering. Natural bo'luvchilar yig'indisi mana bunday qilib A teng so'roq. Xo'p, so'roq deydigan bo'lsa, birinchi navbatda siz bilamiz, ya'ni natural bo'luvchilar yig'indisi A sonini natural bo'luvchilar yig'indisini topishimiz kerak. Albatta, birinchi bo'lib A sonini kanonik ko'rinishga keltirishimiz kerak. A sonini kanonik ko'rinishga keltirsak, demak A ni x-inchisi, demak B ni y-inchisi va S ni z-inchisi bo'lar ekan mana bunday ko'rinishda.
Xo'p, ana endi nima qilamiz? Kanonik ko'rishga keltirdik. Ko'pchilik matematiklar qiynaladigan joyi. Men sizga o'rgataman shu narsani. Qanday bo'ladi? Natural demak bo'luvchilar demak yig'indisi teng a darajasiga x ga 1 qo'shdingiz. Va oshirib turib birdan ayirasizda a darajasi -1 da. Tavsiyam sizga shu videoni mana shu joylarni qayta-qayta ko'ring bu narsani. Chunki offline darslarda ham ko'pchilik mana shu formulaga birozgina qiynaladi. Haqiqatan biroz qiyinroq. Demak, b darajasi y plus 1 -1 taqsim, demak b minusdan 1 ko'paygan. S darajasi z plusdan 1 -1 taqsim, s minusdan 1. Mana shu demak natural bo'luvchilari yig'indisini topish formulasi. Endi bu narsalar matematikaning boshqa qismlari bo'lganligi uchun o'sha oxiriga yetib borayotgan o'quvchilarda esdan chiqib qoladi. Shuning uchun qayta-qayta ko'rish imkoniyati bor endi sizlarda. Xo'p, keling biz hisoblashga harakat qilib ko'rsak, ya'ni natural bo'luvchilar yig'indisi mana bunday qilib 12 ni topish kerak. Birinchi navbatda 12 ni kanonik ko'rishga keltirib olishimiz kerak ekan. Qaranglar, keltiramiz. Xo'p, 12 2 ga bo'linadi, 6 bo'ladi. 2 ga bo'laman demak 3 bo'ladi. 3 ga bo'laman ekan 1. Ya'ni 12 degani hurmatli kuzatuvchilar 2 dan 2 ta, men bitta yozib qo'yapman. Demak 2 dan hurmatli kuzatuvchilar 2 ta, 3 dan 1 ta. Demak, u holatda mana kanonik ko'rishga keltirildi, mana bunday ko'rinishga. Ana endi men natural bo'luvchilar yig'indisini topmoqchi bo'ladigan bo'lsam, darajasiga 1 qo'shar ekanman. 2 ni darajasiga 1 qo'ysam, 2 ni kubi bo'lar ekan. Va 1 ayiraman ekan. 1 taqsim 2 ni o'zidan ham 1 da ayirar ekanman. Xo'p, ko'paygan. 3 ni darajasiga 1 qo'shar ekanman. 3 ni demak kvadrati bo'lar ekan. 1 ayirib, demak 3 ni o'zidan ham 1 ayirar ekanman. Xo'p, 2 ni kubi qiziq savolda bizga. Matematikani endi o'rganyapmiz-ku. 2 ni kubi degani 2 2 2 demak 8 bo'ladi. Bu yaxshi chiqmay qoldi, shuning uchun qorada yozamiz. 8 bo'lsa, hisoblasak 8 minusdan 1 taqsim 2 dan 1 ayirsak 1 ko'paygan. 3 kvadrati 9 minus 1 taqsim 2 bo'ldi. 8 dan 1 ayirishim kerak. 1 ayirsam 7, 7 taqsim 1 ko'paygan. 9 dan 1 ayirsam 8 taqsim 2. 7 ni 1 ga bo'l deyapti. 7 kasr endi o'tamiz nasib qilsa. 8 da 2 ga bo'lsak 4 28. Mana e'tibor bersangiz, mana bu yerdan 28 chiqqan. Demak, shunday bo'lar ekan. Demak, tushunayotgan bo'lsangiz yaxshi. Ana endi men sizga yana boshqa ma'lumotlar ham o'rgatishim kerak, xudo xolasa bugungi darsimizda. Xo'p. Demak, boshladik. Ana endi men sizga tub bo'luvchilar sonini o'rgatishga harakat qilaman. Tub bo'luvchilar soni va tub bo'luvchilar yig'indisi, mana shu narsalarni o'rgatishim kerak ekan. Xo'p, tub bo'luvchilar soni, tub bo'luvchilar yig'indisi, ya'ni qanday bo'ladi? Masalan, ko'raylik, buni formulasi yo'q, uni misolda o'zida tushuntirib berishga harakat qilaman. Keling, bizga 100 soni berilsa, 100 ni tub bo'luvchilar soni va 100 ni tub bo'luvchilar yig'indisini toping degan savollar berilsa. Bunga yechim beradigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, birinchi navbatda kanonik ko'rishga keltirishimiz kerak. Demak, 2 ga bo'lamiz, demak 50, 2 ga bo'lamiz 25, 5 ga bo'lamiz 5 va 5 ga bo'lamiz 1. Demak, bu holatda 100 degani 2 dan 2 ta, 5 dan 2 ta bo'ladi. Demak, tub bo'luvchilar sonini ajratish payti keldi. Tub bo'luvchilar buni asoslari bo'ladi. Boshda aytdimki, kanonik ko'rishda bu yerda A, B, C mana bu yerlarda yozdim shekilli. Xolos videoni qaytarib ko'rib olishingiz mumkin. Tub sonlar. Demak, buni tub bo'luvchilari demak 2 bilan 5 ekan. Javob nechta bo'lar ekan desa, javob 2 ta ekan deyman. Tub bo'luvchilar yig'indisi desa, shularni qo'shib qo'yish kerak. 2 ga 5 qo'ysak, javob 7 bo'lar ekan. Demak, javob buniki 2, buniki esa 7 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Xo'p, ana endi mana shu joyda agar tushungan bo'lsangiz, keling yana bir misol ko'rib beraman. Masalan, 200 ni ko'rib o'tamiz. Xo'p, 200 ni ko'radigan bo'lsak, demak 2 ga bo'lamiz 100, yana 2 ga bo'lamiz 50, 2 ga bo'lamiz 25, 5 ga bo'lamiz 5, 5 ga bo'lamiz 1. Demak, 200 degani 2 dan bitta, 2 ta, 3 ta, 2 dan 3 ta, 5 dan bitta, 2 ta, 5 dan 2 ta.
tub bo'luvchilar soni buniki ham bir xil ekan. Mana 2 bilan demak 3, demak 2 bilan 5 ekan. 2 ta. Tub bo'luvchilar yig'indisi esa 2 bilan 5 qo'shsangiz 7 ta. Tushunarli? Ana endi hech kim o'rgatmaydigan joyi o'sha tub bo'luvchilar ko'paytmasi bor. Shularni ham o'rgatib qo'yish kerak, nasib qilsa sizga. Xo'p, tub bo'luvchilari ko'paytmasi. Tub bo'luvchilari ko'paytmasi qanday bo'ladi? Tub bo'luvchilar ko'paytmasi. Yuzlikni ko'rib o'tamiz eng yaxshisi. Demak, yuzlik kanonik ko'rinishi shart emas, men yo tayyor yozib qo'yganman. Demak, 2 dan 2 ta, 5 dan 2 ta. Natural bo'luvchilar soni kerak menga har doim. Darajasiga 1 qo'shsam 3, darajasiga 1 qo'shsam 3, 9. Endi xo'p, tub bo'luvchilar ko'paytmasi bu matematikani biladigan, ya'ni oldin o'qiganlarga tushunarli bo'ladi. Ildiz ostida 10 ni ildiz ostida 100 ni natural bo'luvchilar, qarang mana. Tub bo'luvchilar formulasi ildiz ostida a ni natural bo'luvchilar sonida mana shu tub bo'luvchilar ko'paytmasi beradi. Shuning uchun ildiz ostida 100 ni 9-inchisi bo'lib bu 10 ni 9-darajasiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, bugungi darsimizda asosan sizlar bilan birgalikda shunaqangi misollarni ko'rishimiz kerak edi. Menimcha qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim. Maydalashmadim to'g'risi, chunki videoni qaytarib ko'rish imkoniyati sizda bor, lekin onlayn darslarda birozgina misollar 2 ta yoki 3 tadan ko'rib ketardik. Sizga endi 2 ta ko'rib ketdik. Hurmatli kuzatuvchilar, bunaqangi darslar o'sha offlayn darslarimizda ham qolgan o'qituvchilar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi siz farzandingizni agar pul to'lab o'qita olmayotgan bo'lsangiz, mana shu matematika kanalida yoki YouTube kanallarimda o'sha darslarni birin-ketinlik bilan o'sha va'daga ko'ra bir marta tugatib beraman deganman. Va tugatib berish bilan birgalikda sizlarga mana shularga bog'liq bo'lgan testlarni tashlab beraman. Endi siz mana shularni nazoratga olib farzandingizni, agar siz o'quvchi bo'lsangiz, o'zingiz ko'rib, tartibli bo'lib ketadigan bo'lsangiz, menimcha Xudo xolasa mana shu natija bo'ladi DTM testlarida. Agar siz milliy sertifikatga tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Xudo xolasa shu unga ham bir gruppalar ochib, faqat bir marta tugatib olgandan keyin shu gruppalar ochib, unga ham harakat qilib beraman. Xudo xolasa siz darslarda aktivroq qatnashinglar, keyin men tashlagan postlarni ko'pchilikka uzatinglar, ko'pchilikka foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Xudo xolasa oxirigacha tugatib beramiz. Xudo xolasa.